Corazón. Gracias. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Bugungi kun mavzusi yig'ilishimizdan maqsad belgili biroqda inspeksiyani strukturasi ozgina o'zgarish bo'ldi. Shunda birga vakansiya joylarimiz bor. Inspeksiya faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi ochildi, yangi bo'lim va amaldagi bo'limiz yerosti portlarini muhofaza qilish tarmoq inspeksiyasi boshlig'i lavozimi. Bunga qonunchilik belgilangan tartibda nomzod bilan birinchi navbatda ichki mutaxassislarni nomzodlarni ko'rib chiqib muvofiqligini ko'ramiz. Agar muvofiq bo'lsa ishga qabul qilinadi. Tartib bo'yicha agar muvofiq bo'lmasa chetdan oshirib o'tadi. Shuni qonun bo'yicha. Masalan, birinchi navbatda faoliyatlarni muhofaza qilish tarmoq inspeksiyasi boshlig'i nomzod bilan suhbat o'tkazsak, nomzod biz yosh a'zolariga ushbu lavozimga ikkita asosi bo'yicha ikkita xodim topshirilgan. Shulardan bittasi Zo'rayev olimni kiritiladi, ikkinchisi ma'qul Malik nomli yo'nalishda hozir Izzatjon Olimjon kirdilar. Suhbatni yozib borilyapti. Komissiya tomonidan bizga savollar beriladi. Savollardan norozi bo'lsangiz, komissiya tarkibiga e'tirozingizni suhbatga yakuniy etasiz. Suhbatni yozib olib boriladi. Hozirgi nomzodim Zo'rayev Olim Zatilovich. Jo'rayev Olim Zatilovich ma'lumotlari oliy Toshkent davlat texnika universitetini tugatganlarda birinchi yo'nalish qonunchilik ishi, ikkinchisi maishatdagi ishi. Hozir qo'lida ma'lumotnomalar bor, mehnat faoliyati to'g'risida. Navoiy metallurgiya kabinetida ishlagan ekanlar. Oldingi o'zlariga qo'llab hududiy ekspertiza ishlagan ekanlar. Yozgi nashr istiqbolda qo'rqinchli nashrda ishlagan. Avtobuslarni shu yer ostida borgan muhofaza qilish tarmoq inspeksiyasi. Undan qisqacha gapirganda oldin mana yer osti bor muhofaza qilish bo'limini tarmoq inspeksiyasida ishlagan, boshqa tarafdorlar ishlagan, to'g'rimi? Tarmoq inspeksiyani asosiy yo'nalishi vazifasi nimadan iborat? Tarmoqning asosiy vazifalaridan biri shu yer qarzini, foydali qazilmalarni qonuniy va noqonuniy qabul olish, uni muhofaza qilish asosiy vazifa sifatida belgilab olingan. Hududiy boshqarmalarni xodimlarini klassifikatsiyasiga bo'lganish, malakasi qanaqaligini bilish va ularni o'tkazgan tekshiruvlarni ko'rib, to'g'ri noto'g'ri o'tkazganini ko'rib borish belgilab o'tilgan. Tarmoq inspeksiyasi. Guruh a'zolariga marhamat, savollar bo'lsa, savollar berishga mumkin bo'ladi. Tarif Omuna Fatqulovich, inspeksiya o'rinbosari, boshqa o'rinbosari. Demak, mani savolim bir siz shu tarmoqda ishlagansiz. Bo'lim bosh mutaxassisi bo'lib. Demak, bir qancha vaqt ishladingiz? Nimalarga e'tibor berish kerak? Nima yo'nalishlarga e'tibor berish kerak? Nima shu sohada bizda yer osti boyliklaridan foydalanuvchi bir qator tashkilotlar bor. Va shu jumladan kombinatlarimiz bor. Katta kombinatlarimiz bor va hozirgi kunda mana ko'ryapsiz, auksion orqali yutib olingan buda obyektlarida chet ellik korxonalari faoliyat yurityapti. Mana shu tarmoq hozirgi biz hududlarda xodimlar tomonidan amalga oshirilgan ishlarni nazorati, ularga metodik qo'llanma berilishi faoliyatini nazorat. Nimalarga e'tibor berish kerak? Nima kamchiliklarimiz bor yoki bo'lmasam
siz shu tarmoqda ishlab agarda rahbar bo'ladigan bo'lsangiz nima qilgan bo'lardingiz, nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Asosiy savolim shu. Chunki endi ishlayapsiz, ko'ryapmiz, bilamiz siz faoliyatingizni. Siz nima yangilik kiritardingiz shu yo'nalish bo'yicha? Avvalambor hamma ishlayapti, harakat qilyapti. Avvalambor mana ichki nazorat bilan hududlarda aylanib chiqdik, xodimlarni viloyat kesimida hududiy boshqarmalarda o'rganib chiqdik, kim qanaqa bilimga ega, kimlar nimaga erishib biladi degan narsalarni o'rganib chiqib, ularni tekshirishlarini ko'rib chiqdik. Endi masalan bizada asosiy masalan hudud katta, maydon katta, bitta mintaqaga boradigan bo'lsak, xodim yetmaydi. Iloji bo'lsa xodimlarni bir viloyat kesimida qilib har bir xodim mintaqaga, har bir viloyatga shu marsheder mutaxassislarini, inspektorlar har bittasi bir kartani o'qib berilgan ob'yomlarni, hajmlarni bir ko'rib bilib tushunadigan xodimlarni ko'paytirish kerak deb bilaman. Qo'liga kelgan masalan 5 ger hisobotlarni qabul qilishda kakis nima bersa shuni qabul qila olmasdan хотя бы bir kartani o'qib qazilganmi yo'qmi, qazilgan bo'lsa ob'yom yozib beryapti, yozilmagan qazilgan bo'lsa bermayapti, nima bersa taqdim qilib qabul qilyapti. Shularni inobatga olib marsheder mutaxassislarini ko'paytirish kerak yoki o'sha xodimlarni marsheder qilib o'qitish kerak. O'zini navbatda geologni ko'paytirish kerak, garniyak hammasidan bir xodimlarning kompetensiya masalasi. Shularni ko'rib chiqish kerak. Ularni yoki o'qitish, Ularni o'qitish kerak yoki malakasi darajasida ko'rib chiqib, bir boshqa yo'nalishda ishlatishimiz kerak. ya'ni viloyat kesimida agarda qilsak, Viloyat kesimida qilsak, nur ustiga nur bo'lardi. Endi keyin mana viloyatlarda rudani tushunadiganlar почти kam yo'q desa ham bo'ladi. Shu rudni geologiyani biladigan malakali mutaxassislarni bir ikkita ishga olsak ham yaxshi bo'lardi. Bizlar uchun og'ir nuqta bu. Buni rivojlantirsak birgalikda yaxshi bo'lardi. mana xizmat tekshiruvlarida yurdik, birga ko'rdik. Endi hududga endi shu bahonada hududga baho berildi. Buni har tomonlama hudud faoliyatiga qaysi hududda keskin choralar ko'rish kerak, qaysi hududda nazorat xodimlarni balki rotatsiya masalasi bordir, balki bir Masalan, boshqacha eng og'iri Qoraqalpoq. Eng og'iri Qoraqalpoq mutaxassislarini bir tekshirishini ham ko'rsangiz, bir 6 tekshirish qilgan. Buni ham ikkitasini o'zimiz borib qilganmiz. Bir yil mobaynida 4 ta tekshirish ochganda u qanaqa tushunish mumkin men bilmayman. Masalan, vodiy tomon ishlaydi, dokument qiladi, zo'r, masala yo'q. Vodiyda ham yaxshi bolalar bor ishlaydigan. Navoiy, Qashqadaryo tomonlar ham zo'r, Toshkent ham zo'r. Yana ham rivojlantirsak yaxshi bo'lardi. Har bittasiga ertadan she'rlar qo'yib. Mana sohadan boshlamoqchimiz. Endi shu tomonni ko'paytirsak, o'zimiz bu yoqda o'zimizni ishimiz ham yaxshi bo'ladi. O'zimiz yurmaymiz, ular bir o'zimizga dokument qilib berib tursa, pastda yaxshi bo'lsa, tepa oson bo'ladi. Og'ir hudud deb aytamiz. Sonunda o'tkazadi, bunu istiyorum. Jamshid Yazkirov Xalqqa qarshi kurashga qasimiz aniq savol bo'lsa. Действительно, хорды işini çok müşteriler kullanıyor. Ondan bu iki tarafta ayrıca moral edip şuna geldi. Bir şey
nimaga o'xshash savol nimaga biz sizni tanlab olishimiz kerak? Mana shu taxmin. Qanaqa bir takomillashtirish bo'yicha sohani mudira bo'yicha nima qilaveradi rivojlantirish bo'yicha Sizni tanlasak, nima yangilik kiritasiz? Qanaqa o'zgartirishga bo'ladi? To'g'ri, Nima bo'ladi? man bir o'zim o'zgartirish kiritib harakat qilamiz, takliflar kiritishga, lekin o'zgartirish kiritish bitta manga bog'liq bo'lmaydi. Sizlar bilan birgalikda qilamiz. Masalan, takliflar shu. Hududdan boshlash. Hududdan boshlab, hududga shu yaxshi mutaxassislarni ishga olib qilsak, biz o'zimiz bu yoqda o'zimizni ishimizni qilamiz, ular ham bu yoqda o'zini ishini qiladi birgalikda. Ma'lumotlarni bir oldi berdisini tezroq qiladigan sharoitlar qilishimiz kerakda. Integratsiyani kuchaytirish kerak. Bir berasiz, kelmaydi, telefonni ko'tarmaydi. Yana shu qora qalpoqni aytamiz, telefonni ko'tarmaydi. Yo'q, mana shunaqa joylar. Mana hozir biza endi yangi priborlar olyapti, to'g'rimi? Bu ishlatadigan odam kerak. Kimga aytaman? Kursda tashkil qilish masalasi. Sizni nima deyman, bagaringizni bilamiz, natijalaringizni bilamiz, misol uchun. O'lchash bo'yicha, hisoblash bo'yicha, holatga baho berish bo'yicha o'shanga hududlarda ham xodimlarni malakasini oshirish bo'yicha master klassga ko'rsatish bo'yicha boshqa bu обязательно bu narsani yo'lga qo'yish kerak. Ertaga har bir hududiy xodimimizni o'zini sohasini yetuk mutaxassis yetish kerak. Va uni aldaydigan tadbirkor bo'lmaslik kerak. yo'q. Hali boshqa savol yo'q. bitta savol bor. Sohaga oid qanaqa Endi bizdagi masalasi aslida 483 odamlarga qaror qilish kerak. Repisatga boradi. O'zbek kosmosi noqonuniy kosmik monitoring bo'yicha 25-chi prezident qarori bor. Ishlaymiz. Bizlarni qonuniymi? Asosiy hujjatlardan hozir to'g'rimi? Endi mana hozir so'rayaptilar, ma'muriy kodeks masalalari, jinoiy kodeks masalalari bizni уже faqatgina o'zimizni sohamizga tegishli bo'lgan emas. Jumladan holatlar nima javobgarlikka olib kelishi bo'lishi nuqtai nazaridan shu tekshiruv hujjatlari 184-farmon to'g'rimi yoki ma'muriy kodeks, jinoiy kodekslar har bir holat bo'yicha shu har bir ishga javob berilishi kerakligi nuqtai nazaridan har bir xodimni xabar bo'lishi kerak. Şimdi mani ham prokuratura taqdimnomasida ham davlat instruksiyalarni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Xodimni javobgarligini kiritib ketish kerak. Farg'onada bo'lgan payt. Shularni xodimlarga nisbatan tegishli sababli aynan qonunlarida bu yilgi tekshirishlar ham yana o'sha holatlarni takrorlab turibdi. Man bilmadim, nima qilish kerak endi bu holatni. Yana xizmat tekshiruv qilib, jinoiy ish qo'zg'atib tushirish ishlari olib borib yoki
ular tilini yetmaydimi? Yo, mas'uliyatsizlikmi bu? O'quv qo'llanma qilish kerakmi? Yo, o'qitish kerakmi ularni qaytadan? Nimadir qilish kerak. Kurslar bor, o'zlari o'qitasalar. Mana shu bizni kompaniyamiz bo'ladi. Aynan orada asosiy mazmun teklab qilamiz. Mana shu savol bo'lmadi. Boshqa savol yo'q. Qo'mitaga ikkita bo'yicha biz savol yo'q. Savol yo'q endi. Ishlar ishlatish biladi ham yo'q. Substansiyalar. Man monitoring bir savol berishim mumkin. Masofaviy monitoring bir savol berishim mumkin. Nima qilish kerak monitoring to'g'ri ish uchun? Mana tadbirkorlar e'tiroz bo'lyapti. Piyatga topshirolmayapmiz dedi. Nima qilish kerak dedi. Mana shu piyatgir bo'yicha kerakda, piyatgirga bizlarda xavfli ishlab chiqarish kalendarni planni sagrasovani qilishga xavfli ishlab chiqarish obyektini ruxsatnomasini so'rayapmiz. Biz shuni kiritib ketganmiz. U endi ko'pchilikda yo'qda shu tomondan oqsayapti. Shuni qanaqadir olib tashlash kerak menimcha. Yokimda biron bir Milliy iqtisodiy qonunida xavfli ishlab chiqarish obyektlari uchun nima? xavfli ishlab chiqarish obyekti uchun ruxsatnoma talab qo'yilganda bu yerda. Mana bu Bunaqangi talab qo'yilmagan. Ya'ni loyihani ishlab chiquvchi loyihachi tashkilot olgan ruxsatnomasida galstuk qo'yadi, mana ish qilaman deb. O'zi olayotgan ruxsatnomasida o'sha xavfli ishlab chiqaruvchi obyektni loyihalashtirish degan galstukasi bo'lishi kerakda, olayotgan ruxsatnomasi. Ular oldin ruxsatnomani olmaganda просто yer qarini, yer hududini topografik loyihalashtirish deganlar ishlab kelyapti. Lekin boyagi qarori bilan stolpnica qilib turib geomonitoring ishlab chiqilganda u akasi majburiy holatga keltirilgan. Iqtisodiy qonunda xavfli ishlab chiqarish obyektlarini loyihalashtirishda o'zi karyera, har qanaqa hudud avtomatik xavfli ishlab chiqarish obyekti uchun kiritilgan. O'shaning uchun faqatgina qonunni o'zgartirish kiritib mana shu yerga keladi, qotib qoladi tamom. Tepaga chiqolmaydi. Asosiy yoki qonundan chiqarib tashlash kerak. Oddiy karyerlarni xavfli ishlab chiqarish obyekti emas deb turib, o'sha obyekt degan joydan o'chirib tashlash kerak. Majburiyat qadar qoladi. qatarib qolgan. Biz asli olish shunga turibdi. Masala shuki, loyiha qilishda xavfli ishlab chiqarish bo'yicha ruxsatnomasi bor yo'qligini kim qo'yish kerak bo'ldi? Unga ruxsat kerak, loyiha qilish masala shu. Boshqa masala nima qilish kerak bo'ldi? Loyihada bu narsa umuman aloqasi bo'lmas. Kim o'zgartirish kerak? Hali sizda bormi madaniyaga? Yo'q. To'g'ri savollar mavjudmi? Yo'q. Rahmat. Javob qilib aka kirib oling, tashlang silkiga. Do'kon sifatlari Yo'q. Hozir chiqadi, qo'shib mikrofon olsin. Assalomu alaykum, Alim Nuroniy.
Kamerangiz javob olinganlik ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi eshitilyaptimi? Ha, yaxshi eshitilyapti Jasur Mavludovich. Xullas, Alik Normurodov bizlar ikkinchi nomzod. Hozir Navoiyda bo'lganlar shu yerda qatnashyaptilar. Alik Normurodov ham hozirda bizga ikkita yo'nalishda ariza berganlar. Birinchi yo'nalishlari bo'yicha ham ariza berganlar yer olti boyliklarini muhofaza qilish tarmoq inspeksiyasi boshlig'i lavozimiga nomzod sifatida ariza berganlar. Hozirgi kunda arizagarning ma'lumotlari oliy Qo'qon ichlarida Toshkent davlat texnika universitetida tamomlaganlar. Ma'lumotlari konchi muhandis Marshidir. Unda madaniyaga tegishsiz Aha. yerosti boyliklarini muhofaza qilish tarmoq inspeksiyasi boshlig'i lavozimiga nomzod topshirgansiz. Hozir suhbat jarayoni yozib borilyapti. Komissiya tarkibiga berilgan savollarga e'tirozlaringiz bo'lsa, suhbat yakuni bo'yicha aytishingiz mumkin. Suhbatimiz yozib borilmoqda. Tushunarli. Tayyormisiz? Boshlasak bo'ladimi? Ha, tayyorman, tayyor. Masalan, marhamat ishchi guruhida bitta-bittadan savol berishga haqli. Shunga marhamat inspeksiya boshlig'i o'rinbosari Zarif Omonov Fasqullayev sizga so'z. Savol bersangiz, mutaxassis javob beradilar. Nomzod. Assalomu alaykum. Ali Normurodovich, Assalomu alaykum, Muhammad Fatlayevich. Salomatsiz. Men bir sizga savolim shu yer qari yer osti boyliklarini muhofaza qilish deganda o'zi nimani tushunasiz? Menga qisqa qilib tushuntirib bering shu narsani. Yer osti boyliklari, ya'ni foydali qazilmalarni muhofaza qilish deganda O'zbekiston qonunchiligida yer osti boyliklari hamda yer bu davlat mulki hisoblanadi hamda davlat tomonidan nazoratga olingan. Shu davlat boyligini bizlar davlat nazoratini olib borgan holda muhofaza qilamiz. Undan foydalanish, ratsionalniy, oqilona foydalanish va nesanksiyoner, noqonuniy qazishlarga yo'l qo'ymaslik, yana yo'qotish va razvojniy qo'shilib ketishlarga normadan tashqari yo'l qo'ymaslikka nazoratini olib boramiz. Savol, hozir amaldagi mana shu inspeksiyani nizomi, oxirgi nizomi qachon qabul qilindi bizda? Amaldagi. Amaldagi Vazirlar Mahkamasining 131-qarori 2025-yil fevral oyida menimcha qabul qilindi. Chislosi aniq esimda yo'q menimcha. 131-qaror. Mayli. Korrupsiyaga qarshi bo'yicha mutaxassisimiz Jamshid Zekirov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Jamshid aka, yaxshimisiz? Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida qabul qilingan qanaqa ichki normativ hujjatlarni bilasiz? Endi shu inspeksiyamiz hisobi miqyosda olganimizda korrupsiyaga qarshi kurash nizomi, korrupsiyaga qarshi kurash qonuni asosida odob axloq nimasi, ichki tartib qoidalari, yana bir qanchasi bor, to'g'risi hozir yodimdan ko'tarilyapti. Keyin mana bu tarqatma nimalar, plakatlar xonamizga ham osib nima qilib qo'yganmiz, kelganda ko'rgansizlar. Shu ko'rsatmalar berilgan hammasi.
Yuristimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men savolim shundanki, iboratki, agar shu sohaga ishga o'tib, faoliyat boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi ishni nimadan boshlamoqchi bo'lardingiz? Agarda shu sohada ishlaydigan bo'lsak, men shu bitta nimam bor. Mana shu tekshirishlar nizomi o'zgardi 184-qaror bilan. U yerda xabardor qilish yo'li bilan, lekin 24 soat ichida ro'yxatdan o'tish nimasi borda, ro'yxati bor. Korxonalar, o'sha nazorat organlar. O'shanga kiritishdi, hujjatlarini bir ko'rib chiqishdi, tavsiya qilib, shunga harakat qilgan bo'lardim. Chunki u yerda ekologiya ham, sanoat xavfsizligi inspeksiyasi ham, boshqalar ham bor-u, lekin bizga zarur bo'lgan tarmoq eminda mana shu yer qa'ridan noqonuniy foydalanayotgan holat aniqlansa, biz borib uni birdaniga joyida tekshira olmaymizda, tekshirish ochmasdan. Uni 24 soat ichida ochish yo'li bilan qilsa, juda ham ma'qul-da. Shu narsa dolzarb masala. Uni kecha qaror bilan o'zgartirish kerakmi bu masalaga? Kiritildimi? Mayli, yana boshqa takliflar bormi? Takliflar juda ham ko'p, lekin endi hozir qaysi biridan boshlashni bilmayapman. Qandaydir har doim aytaverishga noqulay. Bizda shtat masalasi har doimgi masala, shuni ko'paytirish masalasi bizda eng asosiy. Chunki hozir ichki ishlar boshqarmalari bilan biz o'rtamizda bir nizo kelib chiqyapti. Sababi mana bu jaydar tilda lexaratchik deymiz. Noqonuniy oltin bilan qazib olish bilan shug'ullanuvchilar bo'yicha ma'muriy javobgarlik hamda jinoiy javobgarlik to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirish kiritilib, 196/2 kiritilganda, lekin ayrim ichki ishlar boshqarmalaridan bizga haligacha 70/2 bilan hujjat jo'natyapti-da. Ularda oldida bitta nimani qo'yib olgan. Foydali qazilmani litsenziyasi kavlash bilan shug'ullangan deyapti-da. Lekin vaholanki oltin izlovchilar usulida shug'ullangani uchun unga jinoiy javobgarlik bo'yicha kodeksda o'zgartirish kiritilgan. Xat bilan ham yozib beryapmiz, og'zaki ham tushuntiryapmiz, tushunmayapti-da. Mana shuga siz yurist sifatida bizga ozroq yordam qilsangiz bo'ladi. Sababi bu uzoq yillar bo'lib keldida, mana Amalli Fathullayev ham, Jasur Ma'rufovich ham bularda o'zini nimasida davrida o'tkazib shu ko'rdi. Bizlar minglab odamlarni ma'muriy jarima qilishimizga qaramasdan bu narsa to'xtamadi. Shundan keyin Qonunchilik palatasida Xavfsizlik va mudofaa qo'mitasining raisi kelib berdi, Qutbiddin Nimayevich degan kishi. Ichki ishlar, prokuratura hamda boshqa organlar takliflar bilan chiqib, shu qonunchilik bilan bu belgilandi-da. O'shanga qattiq kurash bo'yicha. Buni Oliy sudga ham aytganmiz, Oliy sud o'zi plenum qarori ishlab chiqadi bo'yicha. Uni shu normal tushuntirish bo'yicha plenum qarori bilan belgilanadi bu narsa. Keyin mashinasini yaxshi eslatdingiz. Shu bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishlar bo'yicha bizni fuqaroga da'vogar bo'lyaptimi? Biz hozir fuqaroga da'vogar bo'lib Nurotada, Navbahorda, Kanimexda fuqaroga da'vogar bo'lib kirganmiz. Endi o'kini bilan tergovchisi bilan ham gaplashdim. Sizni nimalaringizni beruvdik? Yo'q, bizga yurist qatnashsa bo'ladi, lekin bu yoqdan kelib ketish qiyin. Tushuntirish xatini bizlar bu yerda o'zi bilan tushuntirish olishimiz kerak. Kelib ketish qiyin bo'ladi deyapti. Shuning uchun biz o'zimiz xodimlar qatnashyapti. Natijasi bo'yicha yana ma'lumot beraveramiz. Rahmat. Savol. Savol bormi Umid aka? Menda bitta savol bor Alik aka. Da, Umid aka aytamiz. Ikkita bo'yicha emas savolim. Siz mana hozir Nima bo'yicha? ikkita bo'yicha emas savolim deyman. Aha. Hududiy boshqarmada ishlaysiz-ku. Aha.
hududiy bo'linmalarni rivojlantirish uchun qanaqa takliflar bergan bo'lardi? Faqat shtat masalasi emas, shtatni bilasiz, hozir bu masala Ha. og'ir masala. Nima qilish kerak rivojlantirish uchun, samaradorligini oshirish uchun qanaqa o'zgartirishlar kiritish kerak? Meni o'zimni shaxsiy fikrim, mana shu hozir hududlarda ishlayotgan mutaxassislarimizni bilim darajasini oshirish uchun hech bo'lmaganda oyiga bir marta yoki 2 marta o'quv seminari qilinishi kerak. Alohida har bir qaror bo'yicha, masalan 131 bo'yicha noyabr oyida qilsak, 133 bo'yicha dekabrda yoki tekshirishlar nizomi bo'yicha yanvarda qilib, bir qandaydir shu o'quv seminarlariga vaqt ajratmasak, xodimlarimizni bilim saviyasi ancha-muncha pastroqda. Shu taklifim ko'proq nima o'quv seminari bo'yicha. Endi onlayn qilinaversa, mana shu siz yordam qilsangiz bizga, qayerda bo'lsa ham o'sha bir vaqtni belgilab, shu onlayn shu dars kimdir u yoqdan o'tib, nima qilsa bizga juda ham ma'qul edi-da. Rahmat. Valijon, sizga aloqa to'lash kerak bo'ladimi? Yo'q. Men ular xabar qilaman ishchi guruh a'zolariga, Alik Nomich boshqa joyga ham ariza berganlar, ochilgan bo'limimiz inspeksiya faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi. Muvofiqlashtirish bo'limiga ham topshirganlar. O'shaning uchun qo'shimcha marhamat berishim mumkin. Birodan keyin ulanmoqdalar. Bergan savollar mana shu berib qo'ydim. Savollar Yolg'on rahmat sizga, qo'shimcha biroz tartib qo'ygan. Alik aka, komissiya a'zolariga savollarga e'tirozlaringiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Natijasi elektron ravishda platformangizga yuboriladi. Katta rahmat, sog' bo'ling. Xo'p bo'lar, rahmat. Akbarjon Chaqirovich. Assalomu alaykum. Marhamat keling. Xo'jaqulov Taqdirovich, inspeksiya faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi boshlig'iga nomzod. Akbarjon, suhbat bilan faoliyati komissiya tarkibiga savollarga bergan savollarga Xo'jaqulov Akbar Shmidiyevich, ma'lumotlar oliy, Toshkent davlat texnika universiteti 2012 yilda bitirganlar. Qonunchilik ishi mutaxassislari. Yo'nalishida mutaxassisligi bo'yicha ma'lumot Marshelov. Oxirgi ishlagan joylari Yo'l Marshelga xizmat mas'uliyati cheklangan joylarda Marshelda deganlar. Hozirda Toshkent sanoat va geologiya sohalarida inspeksiya hududiy mintaqaviy inspeksiyasida bosh mutaxassislar yuqoridagi ko'rsatish uchun bo'lim boshlig'i nomzodlarni taklif qiladi. Savollar bo'lsa marhamat. Ishchi a'zolariga Marshelga asosiy bo'lgan nima? Marshelning asosiy vazifasi nimadan iborat? Menimcha so'z chegaralayman degan loyihalarni to'g'ri yo'nalishini olib borishini nazorat qiladi. Haqiqatdan qazib olingan xodimni to'g'riligini yo'nalish beradi. Taqo'g'il bilan Marshelda farqi nimada? Taqo'g'il faqat yer ustida faqat syomka ishlarini oladi. Marshelda ham yer osti, ham yer usti muhandislik hisoblanadi. Savol marhamat bo'lsa, inspeksiya boshlig'i o'rinbosari Omonullo Fatxulayevich. Xo'sh, muvofiqlashtirish bo'limi bu
xabaringiz bor, ham bir yo'nalish bo'yicha inspeksiya faoliyati bo'yicha demak amalga oshirilgan ishlarni hisob hisobi to'g'rimi va ularni to'g'ri yo'lga qo'yish, ishlarni to'g'ri rejalashtirish, to'g'rimi, yo'nalishlarni belgilash kerak bo'lsa bir rahbarga taklif beradigan, to'g'rimi, bir bo'limni yoki boshqarmani, hududiy bo'linmalarni faoliyatini takomillashtirish bo'yicha bir samarali ish faoliyatini tashkil qilish bo'yicha va hozirgi kunda integratsiya masalalari, to'g'rimi? Hozir bizda kimlar bilan shu kungacha integratsiya amalga oshirilmoqda va bularni takomillashtirish bo'yicha nima ishlar qilish kerak va hozirgi paytda hududlar bilan ishlayapsiz. Siz ham xizmat tekshiruvlarida ishtirok etdingiz, ko'rdingiz, bildingiz kim qanaqa nima. Hozirgi holat va integratsiya masalasi va bular bizga nimaga kerak, nima natija beradi? Hozirgi integratsiya, sog'liq bilan integratsiya bor, prokuratura bilan integratsiya qilinmoqda. Integratsiya qilishdan maqsad hujjat almashinuvini tezlashtirishda. Hammada qilingan ishlarda shularda ham hisobot ko'rinadi. Hududlarda holat qanaqa? Bo'linmalarda, hududlarda holat qanaqa? O'zimiz ichki integratsiya masalamiz qanaqa? Ma'lumot To'g'ri ma'lumotlarni, to'g'ri ma'lumotlarni taqdim qilish bo'yicha haqqoniy demoqchi. Hop, shunani bartaraf qilish uchun nima qilish kerak? Qaysi hududlarda kamchiliklar bor? Qaysi hududlar bilan ishlash kerak? Balki u yoqda ham bir xodimni ajratish kerakdir bu bo'yicha. Balki bir mas'ul bir xodimni tayinlash kerakdir balki. har bir xodim shimoliy boshqarmada xodimlarni malakasini oshirish kerak. Tekshirish bo'yicha berilgan maqsadli emasda bo'yicha yo'nalishda ketyapti. Har bir hududiy boshqarmalarda bo'lim bo'ladi. O'ylashimcha har bir xodim bo'yicha KPI qilib, har oy sanasida hisobotini olib, kvartal hisobotini bo'lim boshliqlari tomonidan ularga baho berilishi kerak. O'sha xodim qanday faoliyat yuritdi har chorak bo'yicha. Har chorakda yig'ilish natijasi bo'yicha o'sha xodimlar kesimida nimaga qilinmagan biz hafta oladigan bo'lsak 70 ta kosmosda o'rganilgan, lekin biron marta tekshirish ochgan yo'q. Natija yo'q. Faqat egasiga yugurib yuribdi. Lekin ikkita marshrutlari olgan. Xodimga oylik hisobot berish masalasi, to'g'rimi? Xodim o'sha bo'lim tomonidan o'zlariga qilingan ish bo'yicha baho beradi. Hisobot bo'yicha. Ya'ni o'sha bo'lim boshliqlari yozib beradi. Kim ishlagan, kim xodimdan to'g'ri ko'rib yoki intizomiy ishlamaganligi, ma'muriy bo'lmagan, ochmagan. Indikator o'zgaradi. Qarshi kurash bo'yicha boshqa qilasiz. Kamchilik berib, faoliyat bo'lsa marhamat, mana bu
eslatadi. Shundan iboratki, ma'lumotlar to'plashuv degan nimani tushunasiz? Bunaqa holat o'zi qilyapmiz. ma'lumotlar to'planishi juda kerak bo'lsa, inspeksiya boshlig'iga tartibga qarshi Nima holat bo'lishi ma'lum. ma'lumotlar to'planishi o'z vakolatidan foydalangan foydalanib yaqin ta'minot olishi bu ishlarda bo'sadi ma'lumotlar to'planishi ostida Kстати, hozir anaqa bo'ldi, agar ruxsat bersak, sanoat xavfsizligi qismi bo'yicha. Hozir endi muvofiqlashtirish faqatgina yer qari yo'nalishida bo'lmaydi bu narsa. Lekin o'z ichiga portlatish masalalari, sanoat xavfsizligi, neft gaz masalalari, yer osti suvlari masalalari. Endi hozir shu bo'yicha nimalarga e'tibor berish kerak bu yo'nalish? Chunki siz hozir yer qari yo'nalishi bo'yicha faoliyat yurityapsiz-da. Shu kungacha. Hudud. xavfsizligi sportlarda Faoliyati qanaqa demoqchi? Ma'lumotlar to'planganligi, ma'lumotlar topishi kerak. Yashirinda aniq emas hali. Nechta xulosa berilganligi, ma'lumotlar tahliliy to'liq emas. Nechta ruxsatnoma beriladi, uning talablari qanaqa? Talabi bo'yicha bajarilyaptimi, bajarilmayaptimi? Korxonalar kechasi. Ruxsat olgan korxonalar bilan tagidagi o'sha 701 qonun talabi bo'yicha so'ralayotgan hujjatlar bor. Murojaat qilganda ekspertiza bo'lishi, sug'urta qilinganligi, identifikatsiya qilinganligi, ishchi xodimlar inspeksiya boshlig'i tomonidan tadbirkorlik subyekti rahbar xodimlari, boshqaruv xodimlari attestatsiyadan o'tgan bo'lishi kerak. Shunday bo'lmasa, o'sha talablar bo'yicha biror marta bir inspeksiya boshlig'i tomonidan shunga e'tibor berish kerak. Ichiga kirish kerak, o'rganish kerak. Asosda oldin ona bo'lardi. Kvartalning asosini tashkil kelib, hisobot bo'lmoqda. Nima uchun hisobot bo'lmoqda? Nima uchun asosda bo'lgan o'sha kalliga yig'ilishida o'rganilgan jarima qo'llaniladi, chora ko'riladi. Ishlar yo'q. Mana shu aytgan ishlar mana shu inspeksiya faoliyati muvofiqlashtirish bo'limi shug'ullanadi. Bo'lim shug'ullanish kerak. Nimaga e'tibor berish kerakligi bo'yicha savol bo'ldi. Shu bu yo'nalishda sal kamchiliklar bor. Aytilyapti, shularga e'tibor berish kerak. Savol navbati marhamat bizga Abdulqulov kechir bo'limi. O'rnatasiz. Mana yangi bo'lim endi oldin ham bor edi-ku. Ishni ko'rdik-ku. Mana shu bo'limni qaytadan jonlantirish kerak. Shuning uchun ob'em kattada kishilar bo'lish qiyin. Shuning uchun qay darajada buni avtomatlashtirish kerak? Shu bo'limni ishi rivojlanib, kerakli ma'lumot tushunish so'raganda shu ma'lumotni bo'limda rahbarga berish. Hududiy boshqarmalar bilan integratsiya qilishimiz kerak. Hisobotlarni elektron shaklda avtomatik kiritganda ko'rinib olishi, berilgan ma'lumotlar, qilayotgan ishlari. Serial masalasi bor. Ma'lumotlar to'liq yuklanmayapti hozirgi
Marhamat, navbatdagi savol. Diskussiya bosh yuridik konkursi. Masalasida ma'lumotlarga savolingiz bor. Savol bo'ldi. Marhamat. Yuqori ta'kidlangan shunday masala uchun yaxshi ko'tarildi. Mana xodimlarni nimasiga qarab shakllantirish kerak bo'ladi. Indikator qilmoqchi bo'lsam, misol sog'liqlarda misol uchun 25 ta nima qo'yadi? 25 ta topshiriq qo'yadi. 3 oy kvartalini berib qo'yadi. Buni 3 oyda baholadi. Hozir yo'riqnomadan kelib qilinadi. Hozir yo'riqnomadan chiqish mumkin emas. Berilgan vakolati doirasida ish berilgan ishlar. Ichidagi eng muhimlarni olishingiz kerak. Sog'lig'imizda o'qituvchilardan bizda e'tirof etgan savollarga marhamat. Nani sifatida kimdir Zaripov Yuriy Ispoy.